Dubayda necha pul daromad qilasiz? Oxirgi qilingan daromadim umumiy hisoblaganda 3400 dollar. Bu pullarni qanaqa qilib topasiz Dubayda? Hop, ikki xil faoliyat bilan shug'ullanaman. Endi birinchisi o'zim ishim Dubai Mallda, shu Dubai Mallda Fashion Avenue'da eng ko'zga ko'ringan avenuelardan bittasi. Ikkinchisi hamkorlik, tadbirkorlik yo'nalishi bor endi. Qanaqa tadbirkorlik? Dubay qanaqa tadbirkorlik qilish mumkin? Ayrim turdagi shkokoladlar bor. O'zbekistonda hozirgi vaqtda eng ommabop bo'layotgan. Qaysi shokoladlarni aytib bera olasizmi bizga? Keling shuni sir saqlab qo'yaylik. Agarda O'zbekistonda shu shokoladlarga qiziqib kerak bo'lsa sizga aloqa chiqsa bo'ladimi? Olib berasizmi yo muammo bo'lib qoladimi? Yo'q, albatta, muammosi yo'q. Hozirgi vaqtda umumiy hisobda 1,5 tonna O'zbekistonga eksport qilishga erishdik. O'zi O'zbekiston qayerdasiz? Andijonda. Andijonda. Andijonda o'zi qaysi oyda bo'lib ketdi bu yoq. Qilingan shartnoma 160 ming dirham, ya'ni dollarga 43 ming dollar atrofiga aylanadi. Dubayga kelganingizga qancha bo'lgan o'zi? 1 yil bo'ladi.